Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun sizlar bilan kislorod hamda karbonat angidrid tashlash haqida gaplashamiz. Demak, dosyamizni ikkiga bo'lib olamiz. Yaxshi, demak bu tomonda alveola, bu tomonda esa to'qima. Demak, qanday reaksiyalar kechishini hozir gaplashib o'tamiz. Demak, qanday bo'lmasam ketdik. Birinchi navbatda to'qimadan boshlaylik. Demak, bizda to'qimada turli xil metabolizm kechdi, kisloroddan foydalanildi hamda karbonat angidrid hosil bo'ldi. Demak, to'qimada hosil bo'lgan karbonat angidrid qayerga chiqadi? Mana bu joyda interstitium bor. Hamda interstitiumdan bu yog'i qon tomir. Demak, u interstitium bo'lsa, bu tomon qon tomir bilan qisiltirsa yaxshi bo'ladi. Demak, qon tomir. Bu yog'i qon tomir. Demak, qon tomirni chizib oldik. Bu joyda bizda nima bor? Eritrosit. Demak, eritrosit bor. Bizdagi demak karbonat angidrid bo'shliqqa chiqdi hamda nima bo'ldi? Eritrositning ichiga kirdi. Demak, bu eritrosit ichiga kirgandan so'ng bu joyda suv bilan qo'shiladi. Bu reaksiyani katalizlovchi modda bor, ya'ni ferment karboangidraza. Demak, karboangidrazadan nima hosil bo'ldi? Karbonat kislota. Bu beqaror modda, shuning uchun parchalanadi bu. Nima hosil bo'ladi bundan? H+ gidrokarbonat. Demak, gidrokarbonat o'z navbatida plazmaga chiqib ketadi. Hamda bu minus zaryad hujayra ichidan yo'qotildi bittaga. Endi bu hujayra ichida zaryadlarni saqlash uchun tashqaridan ham bitta minus zaryad kirish kerak. Chunki bitta chiqdi, bitta kirish kerak. Hamma narsa mozon to'lish kerak. Bu xlor. Demak, hujayracha xlor kirdi. Yaxshi. Bizda endi mana bu joyda gemoglobin bor. H bilan gemoglobinda kislotga bog'langan formasi. Endi bu gemoglobinga vodorod ta'sir qiladi mana bu. Vodorod ta'sir qilgandan keyin bu o'zidan nimani chiqaradi? Kislorodni ajratadi. Nimaga deydigan bo'lsak, chunki bu gemoglobin bilan kislorodni bog'lanish chizig'i bordi. Estimol chizig'i bilsalar. Mana buni ham gaplashamiz. Ya'ni bu yerda partial bosimi karbonat angidridni, bu tomonda saturatsiya. Ya'niki buni ham bitta videoda qilib chiqamiz, xudo xolasa. Kislotali muhit, mana bu vodorod gemoglobindan kislorodni ajratadi. Bu ajragan kislorod nimaga? Demak, plazmaga hamda to'qimaga bordi. Demak, to'qima kislorod bilan ta'minlandi. Demak, bu jarayonni biz nima deymiz? Bohr effekti deymiz. Bohr effekt. Bohr effekt. Demak, bu reaksiyalar Bohr effekti deydi. Yaxshi, bizda nima bor endi? Gidrokarbonat bor qonda. Kislorodni berdi. Demak, bu oksigemoglobin endi deoksigemoglobin bo'lib qoldi. Deoksi, ya'ni kislorodsiz gemoglobinga aylanib qoldi. Yaxshi, ikkinchi tomonimiz bizda endi alveola. Demak, alveola mana bunday bo'ladi. Ya'ni sharchasimon bilan alveola. Mana bu yerdagi bo'shliq bo'lsa, bizda yana qon tomir. Demak, bu tomon qon tomir, tepa alveola, past qon tomir. Yaxshi, bizda nima bor yana?
Demak, eritrosit. Eritrositimiz bor. Eritrositimiz ichida nima bor? Deoksigemoglobin bor. Mana bu joyga yozib qo'yamiz. Deoksi HB. Yaxshi, alveolda nima bor bizda? Kislorod. Demak, kislorod kelyapti-da. To'g'ridan-to'g'ri eritrosit ichiga kirib turib, bunga ta'sir qilyapti. Bunga ta'sir qilgandan keyin bu deoksigemoglobinimiz oksigemoglobinga aylanib qolyapti. HB-OK. Demak, kislorodga bog'langan gemoglobin. Bunning ichiga nima bor edi bizda? Vodorod bor edi, to'g'rimi? Endi vodorod bu joyga chiqyapti. Chunki kislorod o'zi keldi. Demak, vodorodimiz bor. Vodorod keldi. Yaxshi, bizda endi mana bu plazmada nima bor? Gidrokarbon endi eritrosit ichiga kiradi. Bu ichiga kirganda buning ichida nimadir bor edi, buning o'rniga kirgan. Xlor tashqariga chiqadi. Ya'ni o'sha zaryadlarda neytral ushlash uchun, ya'ni muvozanatda ushlash uchun. Demak, bu joyga nima keldi bizda? Ikkalasi qo'shilyapti. Nima hosil bo'lishini bilasizlar. Hamda mana bu joyda yana karbon gidroza qaytishni ham ta'minlaydi. Bu reaksiyani yana nima hosil bo'ladi? Karbon tangdrit plus suv. Karbon tangdrit yana nimaga? Alveolaga o'tadi. Bu alveolaga o'tgandan keyin nafas olish bilan demak tashqariga chiqib ketadi. Demak, bu reaksiyamiz biz Galden effekti deymiz. Galden effekti deyiladi. Demak, qisqacha kislorod hamda gemoglobin tashlash haqida tushunib oldik. Yaxshi, demak hozircha shular.